Yozda shug'ullanuvchilar uchun top 3 ta tavsiya o'zimning tajribamdan o'tgan. Birinchisi nagruzkani kamaytiringlar, ya'ni mashg'ulotlar sonini kamaytiringlar, podxod 4 ta emas 3 taga tushirishinglar mumkin yoki упражнениyalarni birortasini olib tashlab kamaytirishinglar mumkin va kilogrammni ham misol uchun jimga 100 kg ko'tarsani 70-80 ga olib tushishinglarni tavsiya qilaman. Yozda ob-havo issiq bo'lganligi uchun organizm suvga ehtiyoji ko'payadi. Shuning uchun kun davomida ko'proq suv ichishni tavsiya qilamiz. Uchinchi tavsiya o'zimning tajribamdan o'tgan. Har yil yozda issiqda trenirovka qilsam, yuragim beholovat bo'lib, o'zim noqulay his qilardi. Yaqin 3-4 yildan beri har yil yozda Meldronat degan 500 lik dozada kapsula bor, shuni iste'mol qilaman. Bu hech qanaqa reklama emas, u dori egalari bilan shartnomamiz ham yo'q. Haqiqiy o'zim tavsiyamdan o'tgan. Ichilish tartibini efsanada qoldiraman. Juda ham foydali, nafaqat yurakka, yurak ham muskul hisoblanadi. Barcha muskullarimiz uchun ham juda ham foydali bo'lgan dori. Ichishni tavsiya qilaman.